Hökumətdən xoş xəbər, ma Bingtuan Guanniki, muş xalq amması aldanıb qalmasın, muş saxta tuyublardan həzər elanlarda bir film işləsə, bir tüzük yürək basılğan adamı yox. Muş aldamçılar kesilinglarni tez sürətdə saqaytib etimiz, tez sürətdə pul tapqızıb etimiz, tez sürətdə sizlərni boy qilib etimiz desə, yürək deganni necha o'nminglab bosadi ekansizlar. Bu filmni qaytib bir qo'yib berib o'tay, yurak bilan tavsiyani besib etgandan keyin ota-onanglarga avatib beringlar. Yosh cho'nglar mening gapimga ishonmasa mayli, lekin cho'qim hukumatning gapiga ishonadi. Ko'pchilik mingni yuyib sog'lomlik mahsuloti sotadiganlarga asonla aldanib qoladi. Ko'pchilikning sog'lomlikqa bag'an siri ahamiyat berishiga erishib, nurg'un qonunsiz unsurlar yomon niyatini turli taratqich pullarga qaratdi. Ular peshqadam jungo tibabdi nupuzliq mutaxassislarning kimin kevelib, qisqasin bevosita ko'rsatish, ijtimoiy aloqachi pullarda o'z-o'zini tashviq qilib, o'zini ko'k ko'chirib ular yolg'ondan boshqa bemorlarning sog'lomligining asli keltirganlik misolini so'zlaydi yoki haqsiz maslahat berdi. Andan odatdagi yemaklik, sog'lomlik mahsulotlarini jahil kasalni yildizdan davolaydigan alohida unumlik dora, janni qutqizadigan xislatlik dora deb maqtab ko'k ko'tarib nab berishidi. Bu aldamchilarning doktorlik qilish talayot kinishkilari yo'q. Atalmish sog'lomlik yetakchisi mutaxassislarining kinishkilarining hammasi yolg'ondan o'ydirib chiqarilgan. Ular yashanganlarning kasal davolatish, sog'lomlikqa intilish psixikasidan foydalanib, yog'lama so'zlar bilan ommaning mengsini yuyib, kasal azobini tortayotgan ommani qadam-qadam qiltaq tushirib, nurg'un pul xajlab, bir döva davolash unumi yo'q mahsulotlarni sotib olg'izib, iqtisodiy ziyonga uchratib qolmay, yana halqalik davolash vaqtini keyniga chekindirib, ommaning tan sog'lomligiga ziyon yetkazadi. Taratqularda ko'ptirib tashviq qilish, saxta o'rab qachilashdek bu xil aldamchilik qilmishlarga muhit boyligi va yemaklik dori jinoyatini taqiqlash tarmoqlari qat'iy zarba berdi. Ko'pchilikka shuni eskartamizki, sog'lomlik mahsulotlari dori emas, dorida cho'qim davlat dorilarining o'lchamli xati, tasdiq nomeri bo'lishi kerak. Taratqularda o'zining xislatlik tibib mutaxassisi deb atalgan yemaklik, sog'lomlik mahsulotlarini kasal davolaydigan xislatlik dori deb maqtab ko'k ko'tarayotganlarga hargiz ishonmang, ham setib olmang. Yep uchun payqagan aman vaqtida bash qilib, sog'lomlik va mol-mulk bexatarlikni birlikda qo'g'dayli. Birlikdə qo'g'dayli deb hammamizni chaqiriq qilyotidi. Shunga saxtapazlikka qarshi turish faqat mening vazifam emas. Ekran oldidagi har bir kolos ochiq bo'lgan odamlar o'zinglar uchirgan shu aldamchiliklarni so'zlab chiqib, xalqni askarsanglar bo'ladi.